Assalomu alaykum, hurmatli maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ya'ni bog'chalarda jismoniy tarbiya yo'riqchisi bo'lib ishlovchi pedagog xodimlar. Bugun sizlar bilan jismoniy tarbiya yo'riqchisining hujjatlarini 3-darsini boshlaymiz, ya'ni 08-01da ichidagi ish rejalar. Ish jadvalini oldingi videolarimizda tushuntirib o'tdim. Yillik ish rejamiz, ya'ni bu oylik ish reja, oyda 8 tadan mavzu o'tishimiz kerak. Bularni ham oldingi videolarimizda tushuntirib o'tdim. Endi keyingi videolarimizda, ya'ni hozirgi videoyimizda mana bu yillik ish reja. Avvalambor shuni aytib o'tishim kerakki, bu meni o'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqib tuzgan yillik ish rejam. Ya'ni namunani olganman maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya hujjatlarining 4-ilovasida olganman va buni yurish, yugurish, sakrash, ya'ni 7 ta mavzularga bo'lib chiqqanman. Har oy davomida 8 tadan mavzu o'tilamiz. Uni yillik hisobot qilib, yillik ish reja qilib olganman. Bu yerda mana bu yerdan esa har kunlik faoliyatimiz, ya'ni haftada 2 marta mashg'ulot o'tishimiz kerak. O'shanga moslab yozganlarim. O'zi qo'limda naqa qilganman, obrazes qilib yozib olganman. Buni kompyuterdan chiroyli qilib chiqarib, o'zimga sanalarimga moslab olganman. Men o'zini tanishtirsam, O'rmonova Orziqon No'monovna 16 yildan beri ta'lim sohasida, ya'ni bog'cha sohasida jismoniy tarbiya yo'riqchisi sifatida ishlab kelaman. Shuni aytib o'tishim kerakki, bu meni o'zimni tajribamdan, ko'rgan, bilgan narsalarimdan foydalangan holatlarda bularni tuzganman. Kimgadir bundan foydam tegsa, ya'ni sizlarga yordamim kerak bo'lsa, yordamim tegsa xursand bo'laman. Kimda qanaqa savol bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishlaring mumkin. Men albatta sizlarga javob beraman. Bu yerda mana sentyabr oyining 4-sanasida menda bo'lyapti 4 va 5-kichik guruhlarda doira va juft bo'lib yurish, yollanmasiga yurish. Bu yerda jismoniy faoliyatning mavzusi, maqsadi, sog'lomlashtiruvchi maqsadi, vaqti, kerakli jihoz, foydalanilgan adabiyotlar va kutilayotgan natijalar. Bilasizlar, har bitta mashg'ulot, ya'ni faoliyat turi 3 qismdan iborat: tayyorlov qism, asosiy qism va yakuniy qismdan iborat. Xuddi shunga asoslanib, siz tayyorlov qismda nimalarni o'tishingiz kerak? Asosiy qismda qanday harakat turlarini qildirishingiz kerak va harakatli o'yin o'tkazishingiz mumkin. Yakuniy qismda bolalarni qanday qilib tinchlantirish, qayta saflashni bu yerda to'liq yozilgan. Ya'ni bu bir kunlik faoliyatingizda nimalar qilishingiz kerakligi haqida. Keyin ikkinchi faoliyatimizda, mana ikkinchi faoliyatimizda mavzu boshlovchi orqasidan yugurish, to'g'ri yo'l bo'ylab yugurish. Xuddi shunga mos harakatli o'yin, asosiy harakat turlari va undan keyingi faoliyatimiz 11-sentyabr kuni bo'lyapti. Bunda ham mavzularimiz xuddi shunday qilib, bu eslatib o'taman, yana bir kunlik faoliyat ishlanmamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Qanaqa savollaring bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, albatta javob beraman.